Va nihoyat Kosonsoyda ham xitoyliklar o'z do'konlarini ochishibdi. Ko'rishingiz mumkin, do'konni umumiy maydoni juda ham katta. Nomi ham xitoycha, bizga aytish sal noqulay bo'lsa ham Yi-Shi-Je ekan. Kiyimlarning sifatiga, narx-navosiga qiziqib, o'zim ham do'konni bir ko'rib aylanib chiqdim. Bu yerda ayollar, bolalar va erkaklar uchun barcha turdagi kiyim-kechaklar bor ekan. Narx-navosi ham ancha qulay. Masalan, mana shu Xitoy fabrichni shimlar 100 ming so'mdan ekan. Xuddi shu krossovkalar 178 ming. Ko'rib turgan korishneviy oyoq kiyimingiz 130 ming. Eng qizig'i mana bu oq krossovkalar 128 ming, 130 mingdan. Sviter, jemfer, ko'ylak, kardigan, kitellarning juda ko'p turlari bor ekan. Kurtkalarchi deysizmi, har xillari bor. Uzun, kalta, yupqa, qalin. Misol uchun mana shu oppoq kurtka 159 ming. Yonginasida turgan qora kurtka esa 185 ming. O'qituvchilar va davlat ishida ishlaydiganlar uchun ajoyib narsa ko'rib qoldim. Antiqa ko'ylak. Materialning sifati ham ajoyib yumshoq ekan. Narxi 69 mingdan boshlab. Bitta videoga hamma narsani sig'dirib bo'lmaydi. Shuning uchun bir o'zingiz aylanib borib, narsalardan xarid qilsangiz bo'ladi.